Bitta uzuv 5 ta barmog'imga baravar to'g'ri kelmaganidek, bitta tur 5 xil turdagi mijozga ham to'g'ri kelmaydi. Misol uchun, Balida demoqchi bo'lgan turistlarimizga 5 xil marshrutni tashkillashtirib berish mumkin. Asaloyiga bormoqchimisiz? Marhamat, romantik tur. Ubuddagi shaxsiy villa, sham yorug'ida kechki ovqat, ertalab jungli ko'rinishdagi nonushta bilan tabiat qo'ynida dam olish. Sarguzasht xohlaysizmi? Adventure tur. Ayung daryosida rafting, vulqon manzaralari, jungli ichidagi harakat va kechqurungi olov atrofida dam olish. Detoks xohlaysizmi? Telefon kam, shovqinsiz, yoga, massaj, sog'lom ovqatlanish, vaqt sekin o'tadigan tabiat qo'ynida dam olish. Bu ham hammasi Ubudda tashkillashtirilishi mumkin. Oilaviy sayohat bo'lsa, bolalar uchun xavfsiz resort, ota-onalar uchun esa komfort, xavfsizlik va stresssiz marshrut tuzish mumkin. Gastronomik tur xohlaysizmi? Mahalliy oshxonalar, okean manzarasida tushlik, sheflardan maxsus taomlarni tortiq qilinadi. Indoneziyaning ta'mlarini eksklyuziv kashf qilishingiz mumkin. Men mijozlarimdan qayoqqa bormoqchisiz deb so'ramayman, balki nima maqsadda bormoqchisiz va qanaqa emotsiyalarni kutyapsiz deb so'rayman. Shunga qarab, har bir mijoz uchun individual marshrutni tashkillashtirib beramiz. Iyun oyida biz Singapur, Kuala Lumpur, Baliga avtorlik turini tashkil qilamiz. Agar bu sayohatimiz sizga qiziq bo'lsa, kommentariyada Bali so'zini yozib qoldiring.